ayolni befarqligidan qo'rqing. Ayol to sizga jinnilik qilsa, baqirsa, qichqirsa, yig'lasa xursand bo'ling. U hali sizga qanaqadir chuvstvasi borki, ya'ni sizga hissiyoti borki, u buni namoyon qilyapti. Chunki boshqachasiga namoyon qilishni bilmayapti. Aynan shunaqa tarzda namoyon qilyapti. Lekin ayol befarq bo'lsa, ana shu narsadan qo'rqing. Chunki befarq bo'lganida ayol o'zidan qo'rqishni boshlaydi, bilasizmi? Qanaqasiga deydi, mani hayotimni mazmuni, erim, shuncha yil birga yashadik, shuncha farzand va u menga umuman hozir nol menga. Farqi yo'q. Uylanadimi, boshqa ayol bilan yuradimi, nimada farqi yo'q, menga qiziq emas degan darajaga keladi-yu, ana o'sha payt ayol o'zi bilan mana to'qnash keladida, ong aytadiki, bu ering shuncha yil, shuncha azoblarni bu bilan o'tkazding, endiga qanaqasiga buni shunaqa qilyapsan? Qalb aytadiki, charchadim, kerak emas deydi. Ana shu ziddiyatda ayol o'zi bilan o'zi yolg'iz qolganida o'zidan qo'rqishni boshlaydi. Chunki ana shu yerda boshqa qalb